Diqqat, xushxabar. Musulmonlarga Qurbon hayiti sanasining nishonlanish kuni hozirgina tarqaldi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Qurbon hayiti sanasi e'lon qilindi. Saudiya Arabistonida Zulhijja oyining hiloli ko'rindi. Bu haj mavsumining boshlanganidan va Qurbon hayiti sanasining aniq bo'lganini bildiradi. Islom olamidagi eng ulug' va muqaddas bayramlardan biri Qurbon hayiti har yili Zulhijja oyining 10-kuni nishonlanadi. 2025-yil mazkur ayyom 6-iyun juma kuniga to'g'ri keladi. Arafa kuni esa 2025-yil 5-iyun kuni payshanbaga to'g'ri keladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu xabarimiz barchaga e'tiborishligi uchun like tugmachasini bosib, savobga ega bo'lishni unutmang.